Toshkent tumani Yengona Oltinli Bunyodkor mahallasiga keldik. Bu uyimizda 3 sotuv, 7 ta xona, 4 ta sanuzil, 2 ta hol. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chalar asfalt qilingan. Ko'chalar keng. Uyimiz fasadi ko'chalardan zona qilib joy qilingan. Bundan kiruvishimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Darvozamiz ham kattagina. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina огород. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qoldirilgan. Shuni qo'ysa bo'ldi. Mana bu yerda tapchalik qo'yilgan. Bu yerda bizda kladovka, bu yerda bizda hojatxona. Uyimizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda bizda gacheli. Bizning uyimiz ko'rinishi. Bu yerda bizda hol. Holimiz ham kattagina ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda bizda oshxona. Bu aytganda bu yerda mana gacheli. Sanuzil. Родительский спальня bu yerda. Zal. Bunaqa zaldan bizda ikkita, tepada ham xuddi shunaqa zal bor. Bu yana bitta holimizdada. Bu yerda bizda детский xona. Güzel. Bu mana ikinchi zal. Bu yerda yana bitta xona bor bizda. Bu yerda bizda Ispaniya. Sanuzil bizda bu yerda. Bu yana bitta детский xona. Bu uyimiz qurilganiga 4 yil bo'lgan. Remont bo'lganiga 3 yil bo'lgan. Bu uyimizga domga ham doplatasi bilan barter bor. Bu uyimizga 198 ming so'raymiz.